Assalomu alaykum qarindoshlar. Pythondan asosiy ikkinchi dars. Xush kelibsizlar. Bu darsda biz Visual Studio Code'ni tushungandan keyin tunji Python programmani yozamiz. Bu sizlar oldingi qismli dars bo'yicha qilsanglar tushungandan keyin bu Visual Studio Code'ninki ko'rinmaymi shuna bo'ldi. Agar ba'zinglar qorangni yoqtirmasanglar, hamda masalan men yoqtirmayman. Arka ko'rinishni oq yozishni yoqtirma. Qorni yoqtirsanglar qorangni yozib olsang bo'ldi. Agar yoqtirmasanglar miyada ma welcome page'ning ichida color theme bor, miyadan tanısanglar bo'ldi yoki ma viewdan command palettedan o'zgarsanglar bo'ldi. Bu yerga qanda color theme light deganda nur, yorug' degan gap. Hemen oq rangni yoqtirma. Ondan başqa miyada qarasanglar cheat sheet deb bor. Masalan, qisqa buyruqlarni buni bassang bir tor bet ochildi. Shundan ko'ra baxsang bo'ldi. Visual Studio Code'ninki qisqa buyruqlari. Qarasanglar bu qo'llaydigan program tillari JavaScript, Python, Java, PHP. Bizninki asosliqi o'rganmoqchi bo'lganimiz Python. Şuna en oldin qilgan ishimiz buningga qistirma qachalash. Qistirmani extension deydi inglizcha. Ma ko'rdinglarmi mana extensions deb chiqdi. Buni bisib miyaga izlaydigan yerga qarasanglar hammasi chiqib turdi mana tilning program tilininki qistirmalari. Pythonni mana tanlasanglar bo'ldi yoki Python deb izlab tanlasanglar bo'ldi. Ma Python'ның qistirmasi. Esinglarda bo'lsin, oldingi qismliq dars bo'yicha cho'qim Python'ninki o'zim tushiringlar. 3.9, hozir 3.9.5 mi shunda. Install qachalash. Install degani bassanglar qachalaydi. Qachlab bo'ldi hozir. Qistirmani qachlab bo'ldi. Hamda mani ko'rdinglarmi? Ikki tal qog'ozdagi mani Explorer deymiz. Ko'rgich. Buningda masalan siz hozir Visual Studio Code'ni ishlatmay, bu tahrirlagichni ishlatmay, IntelliJ yoki Eclipse ishlasanglar bo'laveradi, o'xshash. Hamda hammasida diqqat qilsanglar, biz bir project quramiz, projectning ichiga bir hujjat yoki folder quramiz. Mushunga o'xshash folder quramiz. Buni dal nerdan quramiz deganda, Explorer'dan. Explorer degan ko'rgich degan gap. Mishadin ko'rimiz qurgan. Mana o'chirsak ham bo'ldi. Qistirmani. Open folder. Mana bu Mac o'g'achqa miyaga new folderni bassaq bo'ldi. Windows bo'lsa, o'zingizlar Windows hujjat qurishni bilsizlar. Yangi bir hujjat qursak, buning ustiga masalan Python ostiq siziqni shift bilan ma ustida qo'shish belgisining indiki ilish deganga hamda bek oddiy so'zlab ketdim. Ikkisini tang basangiz shift bilan ilish belgisini osti chiqadi. Buni hyphen deymiz yoki underscore inglizcha. Pythonda odatda ost siziqni bilishlasang yaxshi asos. Create. Hozir bir hujjat qurdik. Undan keyin qanda open. Ruxsat permission so'raydi Mac'ninki sizlarning tanishib qo'ygan bexatarlikka asosan mana Pythondan asos degan bu projectning ismi yoki bir hujjat. Eclipse ishlatayotgan bo'lsanglar, Eclipse bo'yicha hujjat qo'ysangiz bo'ldi. IntelliJ bo'lsa IntelliJ. Ma welcome'ni qanda o'chirasanglar bo'laveradi har qitim qarshi olamiz degandek do'stlarni. Endi bu hujjatning ichida qarasanglar miyada yangi bir biz Python'ninki file bir yangi arxiv demdik. Arxivlar bir arxiv quramiz. Bu arxiv degani hamda boshqa program tilini o'rganib baqqan bo'lsanglar Java'dan yoki C++ deganda. Bu qanday narsa degan chaqda bir kichik bir
чертеждек түшенсеңлар болды. Bir нәрсе yazılgan, kod yazılgan bir qog'oz, bir varaq qog'oz deb түшенсең болды. Har qitim bir nim yazgan chaqda biz deptege bir varaq bir nim yazamiz. Muşdan bir varaq açtoq deb түшенсеңлар болды. Yeni uygulatqanlarga nisbatan. Manınğa yeni hüccet quruş üçün, mavuqanda yenilaş üçün. Onda olsa yeni hüccet qusaq Python'ninki. Mesela birinci dey. Çiket Python'ninki ang axırqı xaslık kodu nimi? py. py'da biz boğaca mana Python'ning ma ishki bo'g'imchilarning belgisi chiqib bo'ldi. Undan keyin birinchi yani bu bir varaq biz kod yozmoqchi bo'lgan varaq qurildi deb tushunsak bo'ldi. Hozircha mana o'chirib turinglar. Hamda diqqat qilsanglar men bu yerda mana Python'ninki 3.8 deb yoziliq bu yerda men tushunganninki. Ondan keyin bu yerda ma yurgizdigan biz kodni ma belgi bilan yurgizmiz. Hem sizlar ma belgi chiqmagan bo'lsa, ikki sababdan chiqmagan bo'lishi mumkin. Birinchisi, sizlar bayam qistirmini qachilamagan bo'lishinglar mumkin. Ikkinchi sabab, men birinchi qismliq video so'zlagandek, ma Python'ninki qanday 3.8, 3.9 ni tushunmagan bo'lishinglar mumkin. Tushirib, ash videoda qanday qilgan bo'lsa, ash bir qadam bilan qachilsanglar bo'ldi.